Moskva va Sankt-Peterburg shaharlaridagi hamyurtlarimiz diqqatiga. Agarda siz O'zbekistonga arzon va ishonchli yetib kelishni xohlasangiz, sizlarga UzAvtotrans o'z xizmatlarini taklif qiladi. Xizmatlar Moskva-Toshkent va Sankt-Peterburg-Toshkent yo'nalishlarida amalga oshiriladi. Xizmatlar arzon va qulay hamda 100% ishonchlidir. Batafsil ma'lumotlarni ekraningizdagi telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilib bilib olishingiz mumkin. Bir talaba yigitning hikoya qilishicha, tirikchilik sababidan Mardikor bozoriga chiqib turar ekan. Kunlardan bir kuni odatdagidek Mardikor bozorida xaridor kutib turganlarida bir bashang kiyingan kishi kibru havo bilan sollanib keldi-da, "Gul ekish kerak" deb qoldi. Uning karandachiligi malol kelsa ham ishsiz qolishdan qo'rqib, narxni kelishib olib, nochor rozi bo'lishdi. Mashinaga chiqib uning hovlisiga borishdi. Gul ekiladigan maydon ancha bor edi. Boyvachcha ishni boshlash paytida qo'shib qo'ydi: "Haqlaringni gulni ekib ulgurishsangina olishasan, bo'lmasa bir so'm ham bermayman." Yigitlar ishga qattiq kirishdi. Ish og'ir, yer ancha qattiq, ish qurollari ham juda bob emas. Uning ustiga bu po'rim yigit bir oz dam olishga ham qo'ymay ularning tepasida turdi. O'lgudek ishlashib, nihoyat shom paytida zo'rg'a tugatishdi. Ayniqsa ularning orasida yoshi kattarog'i bor edi. O'sha kishi sirtdan bildirmasa ham ancha horib qoldi. Nihoyat ish yakunlanib, bet-qo'llarini yuvishib, kiyimlarini almashtirishdi. Haligi boyvachcha uyga kirib ketdi. Mardikorlar endi pulni olib chiqar deb ancha kutishdi. Hech gap yo'q. Oxiri odobdan bo'lmasa ham ichkari uyning eshigiga borib chaqirishdi. U so'rida yastanib yotgancha televizor tomosha qilardi. Ularga bepisandlik bilan qarab, senlar hali ham shu yerdamisanlar? Ha, aytmoqchi, haqlaringni ertaga olasanlar." "O'ylab gapiryapsizmi aka? Ertaga yana kelamizmi?" "Boshimni og'ritmalaring, asabimga tekkanlaring uchun bir so'm ham bermayman. Qani uyni bo'shatib qo'ylaring." Uning bu gapidan hang-mang bo'lib qolishdi. O'zlaricha bosiqlik bilan insofga chaqirmoqchi ham bo'lishdi. Shunda ularning yoshi kattasi tasalli berib, boyvachchani xudoga solib ortiga qaytishayotgan edi. Yoshrog'i chiday olmay, "Ilohim, bizning haqimiz janozangga buyursin" deb yubordi. Bu gapni eshitgan xotini qo'rqib ketdi. "Og'zingizga qarab gapiring." Vaqt allamahal bo'lib qolgani sababli avtobus, yo'nalishli taksilar harakati to'xtagan. Cho'ntaklarida taksiga yetarli puli yo'q xizmatkorlar piyoda ketishga majbur bo'lishdi. Ancha yurishganidan keyin bir yengil mashina kelib to'xtadi. "Chiqinglar akalar, olib borib qo'yaman." Bir-biriga qarab qolishdi. Noiloj bahona qilishdi. "Yo'q, rahmat, piyoda ketaveramiz." "Shu yarim kechada-ya, qayoqqa borasizlar o'zi?" Manzilni eshitib, "Voy bu, qachon yetib borasizlar? Chiqinglar, men kirakash emasman, bekorga olib borib qo'yaman" deb iltifot qildi. Ular mashinaga chiqishgach, nima qilib yurganlarini so'radi. Bo'lgan gapni eshitib ancha jahli chiqdi va tasalli berdi. So'ng davom etdi: "Bugun hayotimda eng quvonchli kun. Farzandli bo'ldim. Shu tug'ilgan farzandim uchun ehsonim bor edi. Sizlarni Xudo o'zi yetkazdi menga" deb ancha pul uzatdi. Yo'q deyishganiga quloq solmay, majbur pullarni qo'llariga tutqazib qo'ydi. Pul ancha edi. Hatto bugungi kelishilgan puldan ham ortiqroq edi. Taqdir taqozosiga ko'ra, oradan bir hafta o'tib xizmatkor yigitlar o'sha ko'chaga borib qolishdi. Haligi boyvachchaning uyi tomon qaragalar ham kelmas edi. Lekin uning darvozasi oldi negadir gavjum edi. "To'y bo'lyapti shekilli", dedi ulardan biri. "To'y qayoqda?" dedi ularni olib kelayotgan haydovchi. "Kecha bu hovli egasining 7 ga to'lgan o'g'li avtohalokat tufayli olamdan o'tdi. O'shaning janozasi bo'lyapti." Bu gapni eshitib, xizmatkor yigitlar dong qotib qolishgan edi.